olasizmi? Da davomimizni. Ko'rib narxlab bering. Bo'ldi, hozir hisoblab beraman. Yo'q, ancha ko'pmi deyman-da tillalaringiz ovozidan. Voy, nimaga sotyapsiz bilan? Fasolari eski ko'ring, almashtirmoqchiman. Almashtirmoqchisiz? Men buni lekin yaxshi narsaga o'xshaydi. Bo'ldi, hozir sizga hisoblab beraman. Aralash ekanda bu yerda adashmasam 585, 583 ekanda. Ko'p narsalar toshi bor ekan. Xo'p, boshqa narsa olmoqchimisiz? Komplekt olmoqchimisiz? Menga fasollaringizni olmoqchiman. Bo'ldi, hozir ajratib chiqaylik. Bu yerda lomlaringiz ham, izdelalaringiz ham bor ekanda, o'ziga qarab. Qimmatga olasizmi? Qimmatroq berishga harakat qilamiz endi. Hammaga qimmatroq hisoblab beramiz. Xo'p, qarang, sizda-chi men zmeykalaringizni izdelar hisobida olib qola olaman. Mana shu ikkitasi mana bu. Bular 585 probada, qolgan narsalaringiz menimcha lom bo'ldi. Toshlarga minus qilaman, qarang. Mana bu uzuvlaringizni ham toshlar bor ekan, hammasida. Bular hammasi lom ekan, 583 probada ekan. Bularning 1 grammini necha puldan qilib beraylik sizga? Necha puldan olasiz? Xo'p, qarang, lomlarni 860 mingdan qilib beraman, izdelingizni 900 mingdan qilib beraman. Agar bo'ladi desangiz. Общий hisoblab ayting sizga narxni. Xo'p. Jemchugimiz ham bor ekan, bitta jemchugga minus qilaman, katta ekan. Qarang, 36.06 bo'lsa, nima qilamiz dedi. Ishqilib, mana bu jemchugingiz ham katta-da, mana bu turgan kloningizdagi jemchug. Общий sizga hammasiga toshlaringizga 3,5 gramm minus qilib tashlayman-da. 36.06 bo'lsa, minus 3,5, 32.56. 1 grammini 860 mingdan qilib beraman. 28 million bo'lar ekan, lomlaringiz. Ham izdelarni bo'lsa, aytganimdek 900 mingdan qilib beraman. Ko'p narsa sovg'a bo'lganmi deyman-da. Narxiga qiziqmayapsiz-da, so'ramayapsiz. 16 million 578 ming, 16 million 600 qilib beraman. 16 million 600 plus ma'munizda 28 million dedim. Общий summa 44 million 600 bo'pti. Ma'qulmi sizga? 45 million qilib beramizmi o'shani? 45 million o'zi ko'piga hisoblab qo'shib berdim-ku. Mayli endi komplekt olaman deb, Instagramdan ko'rib keldingizmi? Instagramda ko'rdim, qimmatga olganingiz uchun o'zimga keldim. Bo'ldi, xo'p. Rozimisiz? Agar 45 million qilib bersam, rozi bo'lasiz? Bo'ldi. Anta toshlaringiz mabodo yengil chiqib qolsa ham rozi bo'lasiz. Xo'p, qarang. 45 million bo'lsa, mana bu yerda 10 million, 20 million pullar sanalgan. Bemalol sanaversangiz bo'ladi. Yo'q, sanalmayapti. Mana bu yerda ham 10 million, 30 million bo'ldi. Xo'p, 40 million bo'ldi. Mana 45 million. Olib keta olasizmi ish qilib buni? 45 million rozi bo'ling. Charchamang. Yana tillalaringiz bo'lsa, shu yerdan xizmat bo'lsa. Xo'p, sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarning ham shunaqa tillar bo'layotgan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.